Qolay. Buni oldingi tug'ilishda paydo bo'ling. Ayolmisiz, erkakmisiz? Tez. Erkak. Erkak. Harbiymi bu? Dehqonmi, cho'ponmi, kim? Dehqon shekilli. Dehqon. Yaxshi. Undan oldingi tug'ilishda paydo bo'ling. Odammi, odam emasmi bu? Bilmayman. Qush bo'lib tug'ilgan joyingiz bormi? Nima? Hayvonmi, qushmi, hasharotmi, nimasiz? Hasharot. Qanaqa? Hayolimga birinchi nima keldi? Hayol kerak emas. Tasvir. Chalg'imang chiqayotgan tasvir. Tasvirimda o'sha urgimchik. Urgimchak. Ko'rishingiz qanaqa? Qora. Oq-qora ko'ryaptimi? Yo'q, qora. Yo'q. Uni ko'zi bilan qarang. U sizni taniysiz. Urgimchak ko'zi bilan qarang. Dunyoning ranglari boshqacha ko'rinadimi odamnikidan? Sezgilar, eshitish, hid bilish, yana qanaqa biz bilmaydigan hislar bormi qanaqadir? Vibratsiyani his qiladimi u? Tolalarni qimirlaganini qanday his qilyapti? Odamzodga xos bo'lmagan his bu. Yo'q, unaqa his qilmayapti, vibratsiya his qilmayapti. Demak, tanasiga kiring. Urgimchak tanasiga kiring. Urgimchak tanasi bo'ling, u sizni taniysiz. Mana to'riga chivin pashsha tushgan vaqtda kelgan vibratsiyani dahshat sezyaptimi? Har qanaqa tebranishni? Sezyapman. Zo'r. Yaxshi.